Qizlarjonlar, bu klientimizni pastki tepa yonlari bilan o'ta ajinlari ko'p, terilari judayam baquvvat. Oldinlari qilganimiz bir rez ancha effekt bo'lgani uchun yana kelishdi. Mana plazma pen qilib beryapmiz. Birinchi bularda biz bir yo'li grijalarini oldirib, kestirib olib tashlasangiz deb tavsiya berdik, lekin uydagilari unashmadi. Shuning uchun plazma pen qildik. Mana qaranglar, ajinlar qanaqa yoyilib ketyapti, tekislanib ketadi. Ortiqcha teri ham kuyib, tekislanadi. Juda ko'p klientlarim olishgan, shaxsan o'zim ham olaman. Hech qanaqangi bu protsedurani zarari yo'q, faqat sahrlarga qilmaymiz. 3-4 kunda yaralari to'kilib tushib, ozgina teri o'zini tiklashga ma'lum bir vaqt kerak bo'ladi. Sinovimdan o'tgan qizlar, xohlovchilar mana shu oylarda qilib olsalaringiz bo'ladi. Bu muolajani yoz oylarida umuman qila olmaymiz. Qaranglar qanaqa tekislandi. Qancha teri kuyib tekislanib ketadi. Effekti bomba qizlar.